Assalomu alaykum. Bu Qorako'z seriali hikoyasining 3-qismi. Serial hikoyasining 1 va 2 qismlarini kanalimizdan topasiz. Shu videodan boshlab serialning 2-faslini hikoya qilishni boshlaymiz. 2-faslning 1-qismi Qorako'zni chinni, qo'g'irchoqlarga to'la qorong'i yerto'lada bog'langan holda o'tirgani bilan boshlanadi. So'ngra voqealar 6 hafta orqaga qaytadi. Bizga ma'lum bo'lishicha, Qorako'z nihoyat o'zining ajdodi Gulini soyalar kitobi yordamida ekstrasensorlik qobiliyatlarni boshqarishni o'rganib olgan. Bu qobiliyatlarni to'liq egallagach, Qorako'z o'zining azaliy orzusini amalga oshirishga qaror qiladi. U Amerika bo'ylab 11 ta qotillik qilgan va qo'lga tushmay kelayotgan eng xavfli jinoyatchilardan biri Skalperni tutmoqchi. U o'zining bu laqabini qurbonlarning sochlaridan o'yinchoq, qo'g'irchoqlar yasagani uchun olgan. Qorako'z qidiruvni boshlash uchun narsani politsiya mahkamasiga manyakning so'nggi qurboniga tegishli bo'lgan bowling sharini o'g'irlash uchun yuboradi. Sharga qo'l tekkizib, Qorako'z o'z qobiliyati orqali Skalperning qayerdaligini aniqlaydi va Kanzasga yo'l oladi. Aeroportdagi nazorat nuqtasida signalizatsiya ishlab ketadi va Qorako'z yashirib olgan kastetini topshirishga majbur bo'ladi. Qo'riqchilar shubhalana boshlaydilar va uni metal qidirgich bilan tekshirib, barcha yashirin qurollarni chiqarishga majbur qilishadi. Shuningdek, uning sumkasidan 1-qismdan bizga tanish bo'lgan tirik kesilgan qo'l narsani topib olishadi. Qorako'z esa bu shunchaki protez ekanligini aytadi. Keyingi sahnada Qorako'z Skalperni topadi va uni elektroshoker yordamida zararsizlantirmoqchi bo'ladi. Biroq jinoyatchi hujumni qaytaradi. Shu lahzada Qorako'z bir narsalar ko'ra boshlaydi. Uning ko'zlaridan qora yoshlar oqadi. Biroz vaqt o'tgach, Qorako'z o'ziga keladi va o'zini manyakning qo'g'irchoqlar bilan to'la maxfiy yerto'lasida ko'radi. Skalper qiynoq asboblari bilan kirib keladi va unga Qorako'zning qiyofasida yasalgan qo'g'irchoqni ko'rsatadi va shu usul bilan qurbonlarni eslab qolishini tushuntiradi. O'zining og'zidagi latta olib tashlangach, Qorako'z sovuqqonlik bilan erkakka fokus ko'rsatishni taklif qiladi va qiz atrofdagi qo'g'irchoqlardan biriga qaraydi. Qo'g'irchoq kutilmaganda ko'zlarini ochadi va ichkaridan narsa otilib chiqib, Skalperga hujum qiladi. Vaqtdan unumli foydalangan qiz tezda ozod bo'ladi. Narsa manyakni zararsizlantirgach, Qorako'zning yuzidagi qora yoshlarni payqab qoladi. Qiz narsaga buni sir saqlashni buyuradi. So'ngra Qorako'z qo'liga pichoq olib, qo'rqinchli tabassum bilan Skalperga qaraydi. Uyga qaytgach, Qorako'z gazeta bo'lagi solingan ramka qarshisida o'tiradi. Gazeta sarlavhasida shunday yozilgan: Sirli qiz tufayli Skalper qo'lga olindi. Shu vaqtda u Guddinining afsunlar kitobidan qora yoshlar haqida ma'lumot izlaydi, lekin hech narsa topa olmaydi. Xonaga onasi Barno kirib, Qorako'zga Nevermore maktabida yangi o'quv semestri yaqinlashayotganini eslatadi. Shuningdek, u qizining 1-faslda yozishni boshlagan romanini o'qishni intiqlik bilan kutayotganini qo'shimcha qiladi. Maktabga ketish yo'lida Qorako'zning ukasi Bahrom o'zining elektrni boshqarish qobiliyatini namoyish etadi. Unda xuddi amakisi Doniyor kabi qobiliyat paydo bo'lgan edi. Barno va Mavlon o'g'illarining qobiliyatidan mamnun bo'lib, uni maqtab qo'yadilar. Bahrom nima uchun otasiga bunday kuch o'tmaganini so'raydi. Barno esa sehrgar bo'lish bu qalb holati ekanligini aytadi. Qorako'zni esa faqat bitta narsa qiziqtiradi. Ukasining bu qobiliyati unga qanday foyda keltirishi mumkin? U ukasining merganligini tekshirib ko'rmoqchi bo'ladi va yonidan o'tayotganlarida stop belgisidagi O harfiga urishni buyuradi. Agar xato qilsa, uni mashinadan uloqtirib yuborish bilan tahdid qiladi. Bahrom nishonga aniq uradi. Biroq pachoqlangan yo'l belgisi avariyaga sabab bo'ladi. Nevermore'ga yetib kelishadi. Barno bu Qorako'zning maktabga o'z xohishi bilan qaytgan birinchi holati ekanini ta'kidlaydi. Qorako'z esa uning maqsadi maktabni o'ziga bo'ysundirish ekanini aytadi. Keyinchalik Qorako'z haqiqiy yulduzga aylanganini ko'ramiz. O'quvchilar uni rasmga olishadi va undan dastxat so'rashadi. Shu paytda Bina kelib, o'zining sirenalik kuchidan foydalangan holda muxlislarni tarqatib yuboradi. U Qorako'zga Craigstonni mag'lub etib maktabni qutqargani haqidagi xabar butun Nevermore'ga yoyilib ketganini tushuntiradi. Qorako'zning yoniga maktabning yangi direktori Bilol amaki keladi. U o'zini tanishtirar ekan, qizni maktab xaloskori deb ataydi va Nevermore asoschilari sharafiga ulkan gulxan yoqishdek eski an'anani tiklamoqchi ekanini aytadi. U Qorako'zni faxriy mehmon sifatida taklif qiladi va maktabning yo'qolgan nufuzini tiklash niyatida ekanini qo'shimcha qiladi. Shu bilan birga Bilol amaki sobiq direktorini tanqid qiladi. Biroq Qorako'z uning taklifini rad etadi.
Navbatdagi sahnada biz Qudrat ismli xususiy detektivni ko'ramiz. U piknikka yig'ilgan juftlikni yashirincha rasmga olayotgan bo'ladi. To'satdan uning yaqinidagi daraxtga bir ko'zli qarg'a qo'nadi. Bir necha daqiqadan so'ng esa o'nlab boshqa qarg'alar uchib keladi. Qudrat shoshib o'z mashinasiga yashirinadi. Eshiklarni qulflaydi va kimgadir qo'ng'iroq qiladi. Orqasiga o'girilib qaraganida esa qarg'alar allaqachon furgon ichiga kirib bo'lganini ko'radi. Shu paytda Nevermore'da o'z yotog'iga kirgan qorako'z hayratda qoladi. Uning xonadoshi Nila bazm uyushtirdi. Nila uni iliq kutib oladi va mehmonlarni haydab yuboradi. So'ngra u qorako'zga yozgi ta'tili haqida so'zlab beradi va unga qora futbolka sovg'a qiladi. Qorako'z esa javoban Nilaga skalperning yerto'lasidan olib kelgan qo'g'irchoqni topshiradi va uning sochlari haqiqiy odamniki ekanligini aytadi. Nila sovg'ani biroz noqulaylik bilan qabul qiladi. Keyin Nila yangi o'quv yili uchun rejalari bilan bo'lishadi. Uning maqsadlaridan biri Belladonna klubiga a'zo bo'lish. Qorako'z esa yangi romanini yozishga diqqatni qaratish uchun odamlardan qochib yurmoqchi ekanini aytadi. So'ngra u Nilaga 2 yillik mehnat mahsuli bo'lgan tugallangan asarini ko'rsatadi. Shu lahzada eshikni Nilaning yigiti Abdushukur taqillatadi. Nila yashirinib oladi. Qorako'z esa eshikni ochadi. Abdushukur undan Nilani ko'rmaganini so'raydi. Qorako'z esa yolg'on gapirib, uni ishlari bilan ketganini aytadi. Abdushukur Nila uchun sotib olgan o'yinchoq sovg'asini berib qo'yishni so'raydi. U ketgach, Nila Abdushukurga nisbatan avvalgi tuyg'ulari qolmaganini va o'zgarganini tan oladi. Qorako'z esa Nilaga u bilan gaplashib, munosabatlarga chek qo'yishni maslahat beradi. To'satdan ularning javonidan arbalet o'qi otilib chiqadi va Qorako'z bilan direktor Bilol amakining tushgan surati yonidagi devorga sanchiladi. Suratga shunday deb yozilgan edi: "Xush kelibsan Qorako'z, men hali ham seni kuzatib turibman." Qorako'z suratni olib, o'zining ekstrasensor qobiliyatlari orqali uni kim yuborganini aniqlashga urinadi, biroq hech qanday natija bo'lmaydi. Nila dugonasining ko'zlaridan qora yoshlar oqayotganini payqab qoladi. Shu vaqtda Barno va Mavlon o'g'illarini bir vaqtlar o'zlari talabalik yillarida yashagan eski yotoqxonaga joylashtiradilar. Bahrom xonadoshi Aziz bilan tanishadi va hazillashib, "Maxluq senga hujum qilganda nimalarni his qilgansan?" deb so'raydi. Aziz hali ham kechalari dahshatli tushlardan uyg'onib ketishini aytadi. Bahrom buni eshitib mamnuniyat bilan jilmayadi. Mavlon bolalarga do'stlik juda muhimligini eslatib, Barno bilan ularni yolg'iz qoldiradi. Aziz Bahromga o'zining hasharotlar kolleksiyasini ko'rsatadi. Yigitcha yotoqxona bo'ylab sayr qilishni taklif qiladi. Lekin Aziz u bilan bir xonada yashashga faqat Qorako'z uning hayotini saqlab qolgani uchungina rozi bo'lganini tushuntiradi. Shu paytda xonaga Abdushukur kirib keladi va o'zining birinchi kurs talabalari uchun yo'lboshchi ekanligini e'lon qiladi. U savollar bor yo'qligini so'raydi va yo'q degan javobni olgach chiqib ketadi. Keyinchalik Qorako'z o'z oilasining maktabning yangi direktori Bilol amaki bilan suhbatiga qo'shiladi. Direktor Barnoga maktabda ish taklif qilib, xayriya qo'mitasiga rahbarlik qilishni so'raydi. Bilol amakining aytishicha, Samirning otasi ilgari ushbu qo'mitaga raislik qilgan, biroq o'g'li maxluqlikda asossiz ayblangach, iste'foga chiqqan va maktab bilan hamkorlikni to'xtatgan. Shuningdek, Samir Shveysariyadagi boshqa maktabga o'qishini ko'chirgani ma'lum bo'ladi. Bilol amaki Barnodan bu taklifni yana bir bor o'ylab ko'rishni so'raydi va oilani Rotwood yotoqxonasiga birinchi fasldagi asosiy yovuz qahramon Malika yashagan uyga olib boradi. Qorako'z tufayli Malika hozir qamoqda. Direktor agar Barno ishga rozi bo'lsa, bu yotoqxona uning vaqtinchalik uyiga aylanishi mumkinligini aytadi. Ular ketgach, Qorako'z onasidan nima uchun Nevermore'dagi ishga qiziqib qolganini so'raydi. Ona qizi uchun ma'naviy ustoz bo'lmoqchi ekanini aytadi. Qorako'z bu fikrni rad etib, Barno yaxshiliklarda ko'radigan kabutar, o'zi esa bashoratlari doim mash'um bo'lgan qarg'a ekanini ta'kidlaydi. Barno qarg'alarni yaxshi tushunishini, chunki uning opasi Nozanin ham qarg'a bo'lganini aytadi va Qorako'z har doim Nozaninni eslab turishini aytadi. Keyin Qorako'z o'zi bilan hammasi joyida bo'lishini aytib, onasidan Bahromga e'tibor qaratishni so'raydi. U ketgach, Barno Mavlonga Qorako'z nimadir yashirayotganiga aminligini va tarix takrorlanishiga yo'l qo'ymasligini aytadi. 3-qismimiz tugadi. 4-qismni tezroq chiqishini istasangiz, like bosib, izohlarda yozishni unutmang. Shuningdek, izohlarda ismingizni ham yozib qoldirsangiz, serialda paydo bo'ladigan yangi qahramonlarga sizning ham ismingizni qo'shib qolishimiz mumkin. Yangi videolarimiz orqali ko'rishguncha, xayr do'stlar.